Hech bir mamlakat urbanizatsiyasiz rivojlanmagan, dedi Jahon banki iqtisodchisi Euronesko Boku forumida. Urbanizatsiya iqtisodiy o'sishni va yangi ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantiradi, dedi Jahon bankining katta eksperti Euronesko Bokudagi Butunjahon shahar forumida. Biroq Afrika moliyaviy boshliqqa duch kelmoqda, uni hech bir muassasa yolg'iz toldira olmaydi. Raqamli to'siq: Eron urushda internetga kirishdan qanday qilib foydalanmoqchi? Tehron dunyodagi eng yirik texnologik kompaniyalardan, jumladan Google, Meta, Microsoft va Amazondan G'arbga iqtisodiy bosimni kuchaytirish uchun muhim suv yo'li ustidan nazoratdan foydalanish maqsadida Hormuz bo'g'ozi orqali o'tgan dengiz osti internet kabellaridan foydalanganliklari uchun haq to'lash g'oyasini ilgari surmoqda. Amerikalik huquqshunoslarning aytishicha, olimga mahkum bo'lgan shaxs muddati o'tgan o'ldiradigan dorilar bilan qatl etilishi mumkin. Tennessi shtatida olimga mahkum bo'lgan mahbusning advokatlari shtatlar o'zlarining giyohvand moddalari haqidagi ko'p ma'lumotlarni sir saqlashga harakat qilayotgani sababli butun mamlakat bo'ylab xavotirning kuchayishi fonida shtat payshanba kuni uning qatl qilinishida muddati o'tgan o'ldiradigan inyektsion dorilarni qo'llashni rejalashtirayotganidan xavotirda. Toni Reuters advokatlari o'tgan oy Tennessi tuzatish departamentidan Dodge 2 marta uning qatl etilgan sanasi uchun tegishli dori-darmonlarni ta'minlaganmi yoki yo'qmi deb so'rashdi. Bosh prokuror yordamchisi Jon Ayersning javobi to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi, ammo olimga olib keladigan inyeksiya protokoliga rioya qilishini aytdi. Bu esa yaroqlilik muddatini kuzatish uchun dori-darmonlarni muntazam ravishda inventarizatsiya qilishni o'z ichiga oladi. 57 yoshli Reuters 1994 yilda Marcellus Anderson, uning onasi Delois Anderson va Frederik Takerni o'g'irlash va o'ldirishda aybdor deb topilganidan keyin olimga hukm qilingan. Tennessi tuzatish departamenti chorshanba kuni Associated Press axborot agentligining karuterlarni o'ldirish uchun foydalanishni rejalashtirgan dorilarning muddati o'tganmi degan savoliga javob berishdan bosh tortdi. Gubernator Billning idorasi shunga o'xshash so'rovga darhol javob bermadi. Federal jamoat himoyachisi Emma Harvell elektron pochta orqali muddati tugashini aytdi.